Qani do'stlar, bugun sizlar bilan choyxona palov qilamiz. Qani uni ishimizni boshladik. Gökteki güneşin yerdeki hali, ona sorsam fıstık gibi yani. Delirtiyor beni hep bu hali. Of anam of. Kafesten uçan kuş misali, tanımaz ne engel ne de mani. Bana göre bu aşk bitti yani. Of anam of. Dur orada dur. Çok koşan çabuk yorulur, zorlama dur. Düşersen Ana oshimiz guruchini ham soldik. Guruchlarimiz yaxshi yetilish uchun ozgina qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana oshimizni guruchi ham yetildi. Endi oshimizni 20 minutga damlab qo'yamiz. 20 minutdan keyin bo'lsa, minutlarga bersak bo'ladi. Ha do'stlar, oshimiz ham tayyor bo'ldi. zorlama ayıp ama Oshimiz ham tayyor bo'ldi, mana minutlarga ketyapti.